Ilohim bizdan qaytmasa, Allohdan qaytsin. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani tibbiyot birlashmasini jonlantirish bo'limidamiz. Bir o'g'lini sog'lig'i tiklash uchun o'zini sog'lig'iga e'tibor bermagan, shu yilda avgust oyida mana shu o'g'illarini omonatga topshirgan va hozirgi kunga kelib onaxonni kasalligi kundan kunga avj olyapti azizlar. 16 yildan beri onam o'zini kasalligiga ham qaramasdan qarab o'tdi. Endi hozirda shu yurak jigar kasalligi bilan kasallanib qoldi. Ana 4 yil bo'ldi, bu yil 5-yili. Shu saxovatpesha insonlardan bitta yordam so'rayman. Shunga yordam berishlarini so'rayman. Onam yaxshi bo'lib ketsa, bizni yonimizda yurishini xohlayman. Onamdan boshqa meni hech kimim yo'q, to'g'risi. Onaxon xudo xohlasa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xalqimiz saxovatli insonlar juda ham ko'p. Xalqimiz bee'tibor bo'lmaydi inshaalloh. Biz qizingiz bilan gaplashganda biz eshitdik vaziyatlarda ozgina qarzga ham kirilgan oila. Onam o'zlari bizni to'g'risi qiynalib katta qildilar-da. Endi qilmagan mehnati qolmadi. Kerak bo'lsa to'ylarda idish-tovoq yuvdi, boshqa qildi. Qiynalib katta qildi. Endi shu dardga chalinganda shu saxovatpesha insonlar onamga yordam beringlar. Xudo xohlasa endi xalqimiz ham befarq bo'lmaydi siz sog'ligingizga inshaalloh. Qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar, iltimos. Shunga majbur bo'lib qoldim. Ilohim shu ikkita kuyovim ham qaradi, Xudoga shukr. 70 million, 80 million pullar hech narsa bo'lmayapti. Mukammal davolanib yurishim kerak ekan men. Oz bo'lsa ham. Shunga yordam berishlarini so'rab qolaman. Ilohim bizdan qaytmasa, Allohdan qaytsin. Kredit uyda o'tiramiz. Kreditlarni ham to'lamay qoldik. Banklardan ham qarzga kirib ketdik. Atrofdan, aptekalardan, hamma joydan qarz bo'lib ketdik. Onam sog'ligini asrab qolish uchun kimdan bo'lsa qarz ko'tarib o'rganman. Imkoniyat darajalaringda shu video ostiga karta raqamlarni joylaymiz. Bemorning qizini nomerlarini ham joylaymiz. Xalqdan bo'lgan jami qarzdorliklarini evaziga umumiy hisobda 15 ming AQSh dollari onaxonning sog'ligi uchun juda ham kerak bo'lyapti azizlar. Qo'llaringdan kelganicha yordam qilishlaringizni so'raymiz. Agar moddiy tarafdan imkoniyatlaring bo'lmasa, ushbu videoni yaqinlarga ulashib, kommentariyada saxovatli insonlarni belgilab ketishlaringizni so'raymiz. Hammamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Rahmat.